Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, changiz akaslarimiz mana bu yerga 5 ta eshik, 6 ta rom olib kelib o'rnatdik Sharxonga. Bizniki Andijon viloyati, Buloqboshi tumanida bizni manzilimiz. Mana Sharxon tumaniga olib keldik. Ko'rib turganinglarda mana 2 xonat eshiklarimiz, romlarimiz katta-katta mana. Juda ham chiroyli chiqdi. Akamiz ham uyda chiroyli qilib solgan ekan. Mana bu yerda ham ichkarida bitta eshigimiz bor, bir qanotlik. Mana bu yerda mokri eshiklarimiz. Eshiklar, oynalarimizni qorong'i bo'lib ketmasligi uchun oddiy oyna qo'yamiz. Hay tepasida mokri eshiklar, zamonlarimiz juda ham yaxshi zamonlardan. Qattiq og'ir, juda ham zo'r. Ochilib yopilishlari ham duppillab ochilib yopilaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanobkasi ichida bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Eshiklarimiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz kanalimiz kengroq tarqalishi uchun. Buni endi penalayapmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa yana bitta like, podpiska bosinglar kanalimiz kengroq tarqalishi uchun. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana biz uzoqlardan ham olib beraman juda chiroyli chiqqan. Mana shu eshik romlarimiz.